Hurmatli podpischilarimiz, hammaga assalomu alaykum. Bizani bugungi mashinamiz Kia Sonet. Kia Sonetda eng zo'r narsalarni ishlab berganmiz. Mashina qaranglar, parok qo'yilgan. Parok hozirgi kunda trend bo'lib turgan cherry dizaynda ishlab berilgan, akkuratni olib turibdi. Yine men o'zim ham mashinamga shundan qo'yganman. Bakkinetimiz ham shundan qo'yib berganmiz. Sifati zo'r narsa buni. Hozir ko'rsatib beraman. Akkuratni olib turadi. Bundan tashqari ham boshqacha dizaynlar ham keladi. Parok zakaz etganimizda biza har safar har xildan keladi. Xullas, keyin bu mashina biza salon laminatsiya ishini ishlab berganmiz. Salon laminatsiya ham eng kerakli narsalardan birisi. Mashinalar qisilib qolmasligi uchun. Keyin esa eng zo'r premium klassdagi kardinal chexollarni qo'yib berdik. Kardinal bilasizlar, O'zbekistonda topoviy chexol ishlab chiqarish bo'yicha birinchi o'rinda turadigan firma hisoblanadi. Ko'p yildan beri premium segmentga kiradigan chexol ishlab chiqaradi. Keyin esa kardinaldan ro'la chexol ishlab berganmiz. Keyin bu mashina keyingi ishlarimiz kardinaldan torpedo chexollarni qo'yib beramiz. Keyin antiradarlarni, proshipkalarni ishlab cho'tga tuzib berganmiz. Antiradar ham kerak narsa. Arka samina birebir olib chiqqan. Çok ko'p. Xullas, servislarimiz kunda ishlab turibdi, yukamiz gap turibdi. Bu yerda Damazon polniy ishga ketib turibdi. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Avtomobil 111 jamoasi doimo sifatli ishlanishda davom etadi.